Assalomu alaykum. Bugungi hikoyamiz ham sizga yoqqan degan umiddamiz. Hayotda ba'zida hamma narsaga qarshi chiqayotgandek tuyulamiz. Yolg'izlik, og'riq, e'tiborsizlik. Ammo shunday paytda yurakdagi butun dunyo o'zgartiradigan tuvo bor. Bu hikoya zulmat ichida nur topgan bir qiz haqida. Uning ismi Zuhra. Birinchi qism. Shamshod ko'chalari jim, osmon yulduzlar bilan to'la. Dong hali uzoq, ammo Zuhraning yuragi allaqachon uyg'oq edi. U endigina 14 yoshdagi qizaloq bo'lsa ham dindor buvisi Oysara momo tarbiyasi katta bo'lgan aqlli qizaloq edi. Har kechasi uxlashdan oldin momo unga shunday aytardi: "Duo qalbdan chiqsa, samoga yetadi qizaloqim. Odamlar unutishi mumkin, ammo Alloh unutmaydi." Esiz, endi Oysara momo yo'q. Uning vafotidan beri uyda sukunat orqasida esa yuragini ezayotgan og'riq, yolg'izlik bor edi. Zuhra ko'z yoshlarini yutdi, ammo yuragi chil-chil edi. Maktabda ham tinchlik yo'q. O'qituvchilar unga ro'mol uchun sovuq qaraydi. Bir kuni ustozlardan biri uni sinf oldida kamsitdi. "Ahmoqcha, gap qilma", dedi u barcha oldida. Sinfdoshlari kuldi. U esa shunchaki ko'z yoshlarini yumdi-da jim turaverdi. Kechasi xona qorong'i, yuragi og'riqli. U buvisidan olgan sajdagohini yozdi. Ichidan titrab duo qila boshladi. "Allohim, meni ko'rib turibsan, yolg'izman. Menga sabr ber. Menga kuch ber. Senga suyanmasam, kimga suyanaman?" Ko'zlaridan yosh sizib tushdi. Yig'ladi. Ammo yig'i orasida qandaydir yengillik bor edi. Ichida bir narsa siljidi. Go'yo qalbiga nur tushganday. Yostiqqa bosh qo'yarkan, buvisining ovozidan jarang eshitildi. "Inna ma'ul usri yusra." Albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Zuhra ko'zlarini yumdi va tongda hammasi asta o'zgara boshladi.